Assalomu alaykum Shahrixon Pichirlar kanalining kuzatuvchilari. Akalar, mana bugun 4-noyabr haftani dushanba kuni akalar kanalimiz a'zosi Baliq tumanida yashovchi Shahriyor buyurtmalari tayyor bo'ldi. Akalar, mana Shahriyor kanalimiz a'zosi ukam menga aloqaga chiqib, Bahodir aka, shunaqa bitta yaxshi nabor kerak aka dedi. Turkiyaga sovg'a olib ketgan dedi. Xo'p, kanalimizda akalar mana buni shu Otabek akamga qilib berdik. Shunaqa chopqilari bilan qo'shib, mana bo'rin suratlarini tushirib qilgandik. Shahriyor xuddi ko'rib, aka menga xuddi shunaqa tayyorlab bering aka, bo'g'ni shoqidan ruchkalari dedi. Lezbalari akalar abo'ymadan va endi gullar tushirib, orqalariga bo'rini rasmini tushirib, aka yozib berasiz dedi. Va Shahriyorda akalar aytganini qilib, mana akalar, xo'p, bir qator hozir ishlar tanishtirib, keyin sizlarga yozuv bilan ko'rsatib o'taman. Shahriyor aytgandaqa akalar mana hammasi Alloh nasib qilsa tayyor bo'ldi. Xo'p akalar, bir boshdan boshlayman akalar. Bunisi akalar qayragan musatimiz bunisi. Mana bunisi akalar mana molpolda chopgani, xullas akalar swap wayan chopgani. Katta akalar mana swap waytasi qaytmaydigan boltamiz. Alloh nasib qilsa akalar boltamiz garantiyali. Mana bu akalar kuxnaga ishlatgan chopqimiz, ham akalar kesadi, ham qo'rg'o zo'r chopadi. Ammo rosa kesish kerak akalar, chopqi bo'lgan bundan. Xo'p, kiygan akalar. Mana bunisi akalar terishilgan akalar kichkina pichog'imiz. Bunisi akalar qo'yib bo'g'izlagan pichog'imiz. Xo'p, mana bunisi akalar tonnagacha bo'lgan katta novvoslar bo'g'izlayverasizlar. Bo'g'izlaydigan pichog'imiz. Bunisi esa akalar mana go'sht bo'ladiganimiz. Razmerlar akalar katta 38-37 shunaqa. Xo'p, akalar mana bir qator keyin orqalariga Elmas deb turib akalar shu W qo'yib turib Ridvan, Elmas Ridvan deb akalar hammasiga bir xil qilib yozdirib berdi akalar. Bo'rin suratini tushirib turib Elmas Ridvan deb akalar chopqiga ham hamma pichog'iga yozdirdi. Mana boltasiga ham Elmas Ridvan deb akalar yozdirib, mana bu yerda bo'rin surati akalar, bu yerda ayiqdiki, endi musatga yozdirib bo'lmaydi. Alloh nasib qilsa akalar mana Shahriyorni buyurtmasi tayyor. Bundan keyin akalar 3 ta kuxnaga pichoq olgan, uni ham bir oda ko'rsatib o'taman. Mana akalar, kimga akalar shunaqa xizmatlar bo'lsa, kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Shu xuddi shu naborimizdan bug'u shoxdan akalar 2 komplet tayyori bor. Keyin yana 2 komplet akalar, xullas akalar bir 5-6 komplet yangi naborimiz tayyor bo'ldi. Bu akalar ishlarda Alloh nasib qilsa hammasini akalar kesishiga akalar mana men 100% garantiya beraman. Swap waytasi qaytmasligiga kesishiga akalar mana. O'zimdan akalar shuncha batdan ish olib yuribsizlar, mana Alloh nasib qilsa shu ocha xijolat qilmagan, bundan keyin ham xijolat qilmaydi. Akalar, ammo qo'llab-quvvatlashni ham yorib yuboryapsizlar. Rahmat sizlarga. Addushi. Xizmat bo'lsa akalar aloqadaman.